Masdan bir oy to'xtovsiz efir qilaman 5 kundan keyin. Endi unday qilsang bir nimalar bo'lishi mumkin, lekin san efirni yopganingdan keyin albom efir yo'qsa u populyarni o'yinga kirsa Lukoy Vidichni o'sha davr bo'shab qolishi mumkin deb o'ylayman. Katta kuch to'playapman. Hozir damda olib kuchchan to'playapman. Shunda efir qilaman, shunaqa efir qilaman. Arada u 2000 o'zingga bog'liq endi. 2022-yildagi energiyani tiklayapman hozir. Biz 2022 ertalabgacha qilardim. Men Rossiyada bo'lardim o payt. Efirga o'tib qarab o'tiraydim, hali efirda bo'laydim. Ittalabgacha solishaman. Bu TikTokda ko'rmagan narsam qolmadi ekan. Mana shu TikTokka kirib ko'rmagan narsam qolmadi. Narsani ko'rdim. Bizda ham optiz 8 yillar bo'ldi. Sakkiz yil bo'ldi o'zi. Endi shu bilan chiqib ketmoqchimiz sportni. Qarayman hozir endi vaziyat chiqib ketishga yo'l qo'ymaydi. Ko'ramiz endi. Agar YouTube'ga o'xshab ketsa, bu yoqqa kam kiraman. O'xshamasa yana eski tamom eski toz. TikTokda endi shu TikTokdan biz odam bo'ldik. Mana shu TikTokdan odam bo'ldik. Uni qilmaymiz. Demoqchiman endi tushunishim bo'yicha vaziyatingiz moliyaviy tomondan bo'lib bo'lmayotganligi uchun u ishga majburiy o'zingiz qilyapsiz. Sizga bitta endi ukalik maslahatim, aql o'rgatmayman. Pulga mehr qilmang. Ishni shunda sevib mana chiroyli batillarni qiling. Alloh o'zi shunda sizga yetkazaveradi. Pulni ketidan qo'ygan kim nechtasini ko'rdim. Pul bugun bunday qilishim kerak, bugun bunday qilishim kerak, bugun bunday qilaman, bugun topdi olaman, bugun bunday qilaman. Kerak emas, chumchuq suvsi ham qassob suvsin. Siz menejerdan chiqdingizmi? Menejerdan shuncha yil rizqingizni Xudo berdimi? Bundan keyin ham Xudoyim qancha peshonasiga yozgan bo'lsa, polni rizqingizni terib olib, yeb, mana shu yerda yuravering. Hamma o'zini demoqchiman. Qarangda, misol sizni misol ko'rmaganman. So'kinishingizda sizni misol menda qo'pollik qilishingiz, akkuratni shart qilmaysiz, boshqa qilmaysiz. Chiroyligini azartiyni batilchangizni qilasiz, narsa qilasiz-ku. Ko'pchilikka o'sha narsa o'rnayversin. Kimdir oq bo'lsin, kimdir qora bo'lsin. Mayli men qora yo'nalish tanlab ketganman, siz oq yo'nalishda ketgansiz. Agar men o'shanda ko'tlik qilib, endi qo'pol qilib aytaman, kirib mana shunaqa o'yinlar o'ynab yo boshqa bir narsalar qilsam, menga yarashib ketaveradi. Men flash qilsam ham yarashaveradi. Men boshqa qilsam ham tualetga borib kallamni ko'rsam ham yarashaveradi. Chunki meni yo'nalishim shunaqa. Jigar, siz hozir mana bu yerda turibsiz. Siz necha yildan beri so'kmagan soqol qo'yasiz. Chiroyli diniy odamday bir hamiyatli ko'rinasizda misol. Onangni sizga degan gapingiz bor-ku, 25 ming odamni teshib o'tayotgan darajadasiz. Siz hozir mana qilayotgan ishingiz juda ko'pchilikka, mana o'zim og'aynim, akam, jigarim siz misol. Siz hozir o'ynayotgan narsa sizning yo'nalishingizga mana do'stona maslahatim juda qo'pol ko'rinadi. Men ham charchaganimdan qildim-da, chunki kecha chiqqan ikkita odamdan keyin Vidish ham isvasa qilib o'tirgandan keyin joningdan o'tib ketadi-da. Ikkita odam bilan keladi, shunaqa gaplar gapirib o'tiradi, men teshib o'tib ketadi. Undan ko'ra kelib bir shafaq tursin, chidasang bo'ladi-da. Assalomu alaykum, Ali Banat. Assalomu alaykum. Do'sti keldimi, do'sti? G'ayimja, assalomu alaykum, sen. Yaxshimisiz? Ali Banat azob beradi bittasiga bugun. Yo'ling qizib ketdi. Ali Banat ham zo'r odam. Endi Ali Banatning yo'nalishi ishi shunda, men ko'pchilikka aytaman. Menga deydi, nimaga deydi, bunday qilasan, Ali Banat og'ayning Ali Banatga. U ishi shunday. Misol uni ko'rgan, men tushunmayman, meni ko'rgan, men oppoq emasman, men qilayotgan ishim, men qilayotgan batilim, balki o'shandan ham gunohi yomondir. Misol deyman akalar, misol. Ali Parslan joylashib ketar. Nima batil qilmadingmi bugun Sardor? Qildim o'g'il. Ko'rmadim.
gazini berdim, bugun qaqqillatib tayladim, bir pish berdim. Ular ikki bir og'iz aytsang, odam Ya o'ldi. men bugun naborot sapernik topolmadim. Bugun yonboshimizga sherik topolmadim. Ishlaydigan telegramingni bilmayman-da, shunday tashlab qo'ysang, men eski nomering bor. 10 yilda bir javob berasan. Men qarang, men bunda uydagilarim kelgan, ayamlar kelgan, ukam kelgan. Ko'rdim, guruh xolam kelgan ekanlar, ko'rdim. Salom aytib qo'y. Xolam meni xafa bo'lsa kerak. Bir o'rta qipchoq bo'lganimizni ko'rganlarda. Ayam umuman TikTok ko'rmaydi, qo'shnilar olib borib bunday qilib ko'rsatmasa ko'rmaydi ayam. Ayam, dadam. Kelganingda mehmonga borganimizda keyin bir shabola ursalar bo'lmaydi. Ya. Ularning taniyman, ular yaxshi bo'ldilar, ular taniyman. Prosta mana bugun chiqarib yubordim. Men aytdim, ayajon dedim. Otajon brachka kelgan-ku. Men aytdim, brachka bilan dedim, Dubay mol. Mana yonimizda pastimda boringlar dedim, bitta aylaninglar brachka dedim, telefon olinglar dedim. Ko'nglingiz nima xohlasa olinglar dedim. Alladimda shuni jo'natib yubordimda bir soatgina ever qildim. Ko'p ocha olmadim. Shunda ostimda tapir-tupir o'ynadimda bir maza ham qilmadim. Shunda chiqib ketdim. Ko'p o'ynamadim lekin. Ko'p o'ynamadim. Ayam sog'inib ketgan ekan. Shunday ko'rgan. Aeroport telefonda gaplashsam, urishib, so'kib, bir bemaza videolarim so'kib qolsam, mana azizlarni gapirgan gaplarini uydagilarimga kimdirlar olib borib ko'rsatib, xafa bo'lib, endi bir urishib, ona haqqi bor. Endi katta bo'lsak ham ona-da, biz bolamiz uni uchun. Shunday Musofirga chiqib qadrga yetdingmi yo'qmi? juda. Uydagilar. Keyin aeroportga shunday bordim. Qarasam, shunday chiqqanlaridan yig'lab, uyga kelguncha yig'lamang desam, qursam bil yig'layapman. Nima sing basaydi deb yig'lab, bechora ona. Menda shunday bo'lganda, to'lib ketganman Rossiyaga. Bir ketishdi. Rossiyada katta bo'ldim desam bo'ladi. Umrim men gullagan payt 4 yilni yedi Rossiya. Kelganda onam shunday yig'laydi. Rossiyada yurdingiz bilaman, Rossiyada, Moskvada yurdingiz bilaman. Rossiyada ko'tarildim. Основной o'shada bo'ladi, ijod. Chunki o'zing ham bilasan, chetda yurganingda har bir qadamingga to'g'ri berib yurasan-ku. Ijodga qaratasan, bor e'tiboringni. O'zbekistonda bo'lsang, oshna og'ayni kimdir u yoqqa turaydi, kimdir bu yoqqa turaydi, vaqtiga efir ocha olmaysan. Aytgan vaqtingda ocha olmaysan. Chunki kechgacha biron joyda o'tirasan, biron joyga borasan, oshna og'ayni yana bir sudraydi. Chetda yo'q. Bitta og'ayning bo'ladi, u bilan ovqatlanishga chiqasan, yana kelib yoqqa kelasan. Bo'ldi, boshqa ish yo'q. Endi xudo xolisa zo'r proyektlar qilib qo'yganman. Bugun guring boshlandi. Amsam kelib o'tirib, oyoqlaridan massaj qilib, "Onajon nimaga sizga bir yaxshi xizmat qilayotgan yoshimda musofirda bo'lib qoldim, peshonamda shunaqasi bor ekan" deb asta guringlarni olib boshladim. Boshlandi, birdan o'ylantiraman, shuning uchun keldim. Ana shu uylan, vaqt keldi. Ana Dubayda to'yda boshlaymiz. Hozir rasmni ko'rsataman, keling, yo'qsa birdan bilet olinadi, yetti uchib keladi. Dadang ham uchib keladi. Birdan oilaviy masada to'y bo'ladi. Nima dedim, hozir kelaman dedim, shunda chiqib ketdim. Uylanmasang bo'lmaydi, Sardor. Men o'g'lim qadar bo'ladi yaqinda. Endi qarangda, og'a, bitta narsa aytay sizga. Endi kimda qandaydir, kimnidir xayolida qandaydir nimadir bor, kimdadir nimadirda. Endi misol meni xayolimda men yerda uylanganimdan keyin men o'zim boshimda ko'rdim. Ota-onani qiynalganligini ko'rib, farzandchida o'tolmasdan bolalikda eng gullagan davrida, bolalikda eng qanday tushuntirsam, bir bolalikda, yoshlikda siz his qilayotgan vaqtida bola ishlashga majbur bo'layotganda. Men xudo xolisa niyatlarim, maqsadlarim bor, asta-asta qilyapman, haloldan yo'naltiryapman. Topgan pulimni maishat, ishrat, kayf, safo qilmayapman. O'zim bilaman, nimadir sekin-sekin qilyapman. Hali aytmayman. Dubaydan, O'zbekistondan yaxshi ishlar qilyapman. O'sha narsalarni chiroyligina joyga qo'yaman. Erta uylangandan keyin ham, erta men farzandli bo'lganimdan keyin ham, meni farzandlarim, meni
oilam, ertaga men ko'rgan qiyinchilikni ko'rmaslik uchun harakat qilyapman. Tushunyapsizmi? Men hozir uylanishga qiziqib, uylanib qo'yishga hozir to'yni 3 kecha 3 kunduz emas, 30 kecha 30 kunduz qilishga dalillayman, kuchim yetadi. Allohga shukr. Lekin uylangandan keyincha farzandim erta misol 5-sinf bo'ldi, 4-sinf bo'ldi, qaraydi, dadam qiynalyapti, dadam misol bunday qilyapti, dadam yetkazolmayapti deb eng gullagan dam olayotgan, yoshlikni ko'rayotgan davrida ko'chaga chiqib ishlab ketsa, menga o'xshab qiyinchilik ko'rsa, ana shu narsalarni ko'rmasligi uchun shoshilmay turibman deganim, tushunyapsizmi? Qanaqa vaziyat men ehtiyoj o'zimda. Erta men endi sizda hayotingiz boshqa narsa, meni hayotim boshqa narsa. Men uylangan kunim mana shu TikTokdan shuni Alloh guvoh, mana shu Xudo haqqi shuni chiqib oddiy knopkali telefon, iPhone, payphone, sensor, pensor shu umrbod mana shu yerdan shuni chiqib ketmoqchiman. O'sha kun oxirgi kun bo'lishi kerak. Men shunaqa narsani men o'zim uchun shunaqa qilganman. Qachon bo'ladi? O'sha uylanaman, bola chaqali bo'laman, oilali bo'laman, bo'ldi. O'sha kun bo'ldi men uchun oxirgisi, men uchun so'nggisi bo'ladi. Men telefonimni shunday yo'qotaman. Oddiy knopkani aloda 1280, 1260 aynan telefonda umrbod umrimda oxirigacha ana shu telefonda yashayman. Men ko'pchilikga bilmayman, o'zingni planlaring bor, o'zingni chizgan. Da, qarang, mana otajon hayron qoldi. Aka dedi, siz dedi, topayotgan pulingiz, daromadingiz asoniysi TikTokdan. Qilayotgan ishingiz asoniysi TikTokdan. 3 kun TikTokka kirmasangiz, efir ochmasangiz, 3 kun qo'lingizga telefon ushlamay ekansiz, deyapti-da, menga hayron qolyapti. Men mana shu yerda efir ochayotgan paytim qo'limga telefon ushlayman. Yo bo'lmasam video qo'yayotgan paytim qo'limga telefon ushlayman. Qolgan payti mana men yashil onlaynimni yoqib qo'yganman mana shu TikTokda. TikTokka kirmayman. Lista tam qilmayman, ko'rmayman, birovni poylamayman, birovni efirini ham ko'rmayman. Menga opishi qiziq emas. Men o'zim hayotimda yuraman-da, shuni kirgim kelgan payt shuni efir ochaman-da, kirib efirimni qilaman. Bu hayron qolyapti. Aka deyapti, men deyapti, onasini emsin deyapti. Kiraman, tomosha qilaman, buni efirini ko'raman, uni efirini ko'raman. Siz bir kunda 24 soat bo'layotgan bo'lsa, ko'rsiz 1 soat ko'rar ekansiz deyapti. 1 soat yo yarim soat tomosha qilaman, o'shanda ham sanoqli Jinani ko'raman, Zamirani ko'raman, Yusufni ko'raman, yana bir 5-6 ta o'zim yaxshi ko'rib tomosha qilayotganlarimni 10 minut, 10 minut, 15 minut, 15 minut tomosha qilaman. 1 sutkada 24 soat bo'lsa, 1 soat kiraman. Agar 3 kun efir ochmagan bo'lsam, 3 kun ham kirmayman mana shu platformaga. Agar o'zimni tayyorlab boryapman-da, tushunyapsizmi? O'ylansam, men mana bunday sensorli telefonlarda ishlatsam, men kirib qo'yaman bu yerga. Kiraman. Palibom qiziqishga ham kiramanda. Shayton keldi, qo'ying. Kim? Shayton. Ya qo'shmang shu itvachchani. Zayd palqalda meni qo'tag'imga osilib bu itam bor. Sen qo'taq men nima atpiska qilding? Aviz yaxshi. Menga tasavvurma, men bilan tirikchilik qilishim kerak, men yashashim kerak. Kuniga 1 soat battle o'ynagani kiryapman. Ba'zida qo'shaman, ba'zida qo'shmayman. To'xta, nechika olganingdan keyin tashlasan bo'lar, reytingga qarab turaman. Men reyting uchun kirmayman, men kiraman, azartimda ta battle o'ynayman. O'sha kuni kirdim, pidarajjalab 2-3 ta battle'ga tortdim, qo'taq ham o'ynamadik. Men bunday qilib o'tiribsan, xo'mre. Ajalab ishni yonimga yurib. Alibanov kel, Aliba. Shu kelmasam qo'taqdan nima? Nima atpiska qilding men? Qo'shib qo'y. Qaraysan dilshod. Alibanov. Yaxshisiz. Soyxon qalaysiz? Alibanov keldi. Boya qanday kelib qoldi o'zingizga? Ya, biz o'ta yomonnikiga bordik. O'ta yomonni ko'rishdan keyin mehmon qilaman yurdi-da, kim bilan ham keldi. O'tirdik. Oxir nima bilan tugadi? Ya, chiqsaydi, men o'zi Sirdaryodaman. Assalomu alaykum. Bitta tirilatish kerak-da, shuncha bo'lganga yarasha. Bitta
qirilayotgan bu. Bunga ishonma bunga. Bunga ishonma. Buni bilan. Toyitxon sochim bilan qoshini kim nalevat kunet qildi? Mana o'tirib Kecha tushadi. aytgandim Sardor. Men o'rta studiya bo'lsam aytib turaydim, qiynama deb. To'g'rimi? Studiya bo'lish kerak edi. Jizzax zo'r jigar yaxshimisiz? Yibade shoyt o'mincha xunuga bo'lib ketibsiz. Chizingchi bo'lmasa qalam bilan. Mani chiroyim uchun badal ko'rishmaydi. Mana. Qiz bo'lamidi? Bari ozgina bo'lsa istara kerak-da erkak kishiga ham. Sizdan ancha istarali bo'lsam kerak hali mana. Agar siz mendan istarali bo'lsangiz, onasiga o'zim Hali man oynaga qaraganmiz o'zi. ana shu burnim sizni basharangizdan chiqadi. Ey, siz pulga sikib yurganlarni man tekingiskaman. Qaysi birini bittasini keltirib bering qani? Le bo'yini. Bo'lsa men qizlar bilan gaplashib, nechtasi ilishkamga cho'qilib yozgan. Mana siz. Shoyatxon xotining sikadi. Ha, shuning uchun gaplashmayman-da qizlar bilan. Bo'l gapirib bo'ldingizku o'zi. Ali mana duboy qiz bilan gaplashaveradi, yarashaveradi, chunki ichki emas. Rahmat. Xuyet qilma, yon bosmay talab ikki kishilar. Mana. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Yarashaveradi, xotindan tili uzun, gapiraveradi. Pishirmayman, o'rtaga qo'shilmayman. Choyxonam do'stim, Albanatan do'stim. O'rtalig'man. Men shu tarafdan olmayman. Shoyat menga qara, rostini. Ichki yo'qmisan yo'qmi? Bilasan-ku ichki emasligini. Ichki bo'lmasa xotining nima uydagi aboylargacha shilib ketdi. Abu remontni o'zi yo'q-da aboyimmi, jalab? Biznes uylarda o'tiraydi, hech kirishsalar, biznes joylar. Onam uchastkasi u. U hali ham turibdi, men bo'lak chiqqanman, akam bor. Nima uchun sizlarda kenja chiqadimi? Aka chiqmaydimi? Men yaxshiroq pul topaman-da. Yaxshi ketyapman. Topyapsiz lekin. Topyapman, xudoga shukr. Gap yo'q. Qarang, erkak chiroyli bo'lish muhim emas. Nima, bo'lmasa nima xunuksiz palonchisiz? Men aytyapman, men. Rosta men aytyapman. Xunuklashib ketibsiz, yarashib turgan bir qosh-boshlarni bekor olibsiz demoqchi edim-da. Sardor o'ynab qo'yibdi. O'ynab Albatta xuyet qo'ssam, jalab. So'kmang, men sizni so'kmayman. Kakrat toshingga o'rab ko'rish olasizlar. O'toq bormi o'ynab? O'ynab qo'ytoq bormi deyapman. Men Siz o'toq gaplashyapsizmi? Shoyatxon menga keldi chaqiradi. Men o'yladim, pezis bo'lib kelganini o'yladim, qarasam soch ketdi, soqol ketdi, qosh ketdi. Mana bunday edi, Sardor Shoyatxon ba'zilarga o'xshab akalariga aytib kelib kirmaganda. Prosta kirgan, buni ham joniga tekkanda, aktrisa o'tirib, familiya propon bosgan. Endi qolganlar video qilib qayerdan kelgan? Non chekasanmi undasam? Voy, 5 ta odam bilan o'tiribman, 7 ta odam bilan o'tirib, prosta bitta bosim tapet qo'shib qoldi. Sizga endi taqiraman. Prosta o'tirsa 1000 ta, 2000 ta odam o'tiradi, mana shunday o'tirgan joyda. Bag'lab. Men qo'shmaydi deb o'yladim, prosta rekdan chiqib qolib tashab ko'rdim. Keyin o'sha azarga ketib qoldim, berilib ketdim bilan. Katta o'ynaysanmi boribman-da. Bir 3 pameda o'ynaysam deb ko'rishim kerakmidi birinchi balkim. Hop deb bo'larmidi? Men ham shartda o'tirib qolibman. Xo'p demaydi-da, bu unaqa xo'p demaydi. biz shart qiziq emas. Buni nazarda kelgan.